Assalomu alaykum aka-uka katta ishqibozlari, xonadonlar, uydagilar, barli ahmal yaxshimi? Allohimga hamd sanolar, shukr olsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salom olsin. Bozorda turib, Muso akamizga yana do'konga chiqib qarab, sizlar video olinglar, ba'da turmasam bozor kun, siz betay turmasangiz, hamma so'rab kelyapti siz deyishganga, videoni ballarga olinglar deb qo'ydim. Agar chiqqan bo'lsa qo'yib beraman. Qo'limdan kelgancha Marg'ilonga chiqib ketaman bugun, xudo xolasa. Kaptarvozda aka bugün Marg'ilonga boraylik deyishadi. Xo'p bo'ladi deb kaptarlar olib keldim. Omalekim gapni ochig'i kimdir kaptarni xotin bola chaqasi boqayap turgan joyda holatidan don beraman, suv beraman turgan chiqib qolgan bo'lsa, kesin olib ketaversin, men roziman. 91lik 150 81 84. Mana. Agar mabodo bironta chiqarib yuborib yo'qotgan bo'lsa, gap bo'lishi mumkin emas. Mana. Valer palerdan chiqib ketgan bo'lsa, olishaveradi bemalol. Kaptarni ko'rsating. Mana kaptar. Ana. Mabodo valerdan chiqib ketgan bo'lsa, aka, men xotin bola chaqam chiqarib yubordi. Men xotin bola chaqam chiqarib yubordi. Rustam aka qafasida ko'rdim. Desa, men roziman. Demakki, yaxshi kaptar. Qimmat kaptar. O'shaning uchun xotinlarni ham, bola chaqalarni ham urushmaylar. Xudo bergan xotinni ham, Xudo bergan farzandni ham. Aka, shunaqa o'g'lim bilan xotinim bilmay chiqarib yuboribdi. Sizda ko'rdim. Buni oling aka qo'lingizdan, ko'nglingizdan chiqarib bersalar olaman. Agar egasi bo'lmasa yaxshi pulga sotaman. Videolarni o'ylab rahmat deb like